Buyurtmalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Yangi buyurtmalar tushganda bizda mana shu oynaga kiramiz. Bu yer savdo oynasi ham deb ataladi. Bu do'kon familiyasi, ya'ni biz qolgan videolarda ko'rsalaring, mana shu odamni avval qo'shib olgandik. Ko'rishni bossak, qaysi mahsulot qo'shildi. Qoshiq bir marta 15 ta urilgan, bir marta 7 ta urilgan. Hozirgi statusi yangi holatda turibdi. Biz yuqoridan tasdiqlash turib, qo'llash orqali hammasini tasdiqlashimiz mumkin yoki faqat keraklilarini tasdiqlashimiz mumkin. Qachonki biz buni tasdiqlaganimizda klientlar ro'yxatidan bu yerda qarzdorlik ko'rinadi. Faqat tasdiqlagan mahsulotlarimizni qarzdorligi o'sha do'kon egasini qarzi bo'lib chiqadi. Agar yangi holatda bo'lsa, unda qarzdorlik ko'rsatmaydi. Biz tasdiqladik. Endi biz bu yerda print